Yurtimizda salkam 10 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi mutolaaning mo'jaz dunyosida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan ziyoli avlodni yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tashkil etilgan ushbu loyiha mamlakatimizda ma'naviyat sarchashmalarini ommalashtirishda yosh avlodni ezgu maqsadlar sari birlashtirmoqda. 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasining muhim yo'nalishlaridan biri sanalgan kitobxonlik targ'ibotiga qaratilgan mazkur tanlovning hududiy bosqichlarini o'tkazishga shay bo'lgan 11-manzil Toshkent shahridamiz. Raqamlarga e'tibor qaratsak, joriy mavsumda poytaxtlik yoshlarning 19500 dan ortiq bilimdonlari bellashuvda qatnashish istagini bildirib, ro'yxatdan o'tishgan ekan. Loyihaning galdagi saralash jarayonlariga 585 ta mahalladan tanlab olingan sektor, tuman bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan. Siz ko'rib turgan mana bu 36 nafar ishtirokchilar o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Shu kuni ma'naviyatning xazinalaridan boy bilim va hayotiy tajribaga ega bo'lib borayotgan ma'rifatli avlod vakillari qizg'in bahs-munozaralar bilan salohiyatlarini yana bir bor namoyon etdilar. Ushbu tanlov yoshlarimizni tarbiyasi, bugungi kunga qaraydigan, o'sha qaysi ko'z bilan qarashi, qilayotgan ishlariga juda ham ko'p o'z ta'sirini o'tkazyapti deya olaman. Chunki avvalgiga qaraganda juda ham ko'p yoshlar kitob o'qishga, kutubxonalarga borishga harakat qilishyapti, o'zlari ustida ko'proq ishlashyapti. Bu jihatdan yoshlar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi deya olamiz. Bizga aynan kitob o'qish imkoniyati, qizlarni ilm olish imkoniyatini yuqori darajada yaxshilab berdi deb o'ylayman. Bundan tashqari bunaqa tanlovlar kitobxonlikni, savodxonlikni yuqori bo'lishiga yordam beradi deb o'ylayman. Shaxsan maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman va targ'ib qilayotganda sezyapmanki, yildan yilga kitobxonlik juda ham oshyapti. Badiiy asar bilimdonlarining dastlabki guruhi 10-14 yoshlilar o'rtasida bahslarga start berildi. Ular 8190 nafar ro'yxatdan o'tgan o'quvchilar orasida 3 bosqichni muvaffaqiyatli yakunlagan kitobxonlardir. Birinchi attasiga qanday asar tushdi? Alfon yelkalar asari tushdi. O'qiganmisiz? O'qiganman, lekin sahnaga chiqishim bilan hayajon bosib, xullas qahramonlarning nomi esimdan chiqib ketdi. Necha ballni qo'lga kiritdingiz? 45.7. Paxmoq qissasida Shayman obrazi uchraydi. Ushbu Shayman obrazi qanday kasb bilan shug'ullangan? Nosfurush. To'g'ri. Mowgli asarida mitti maxluqlar deb nimaga ta'rif berilgan? Arilar. To'g'ri. Sarhisob qilinadigan fursat yetdi. Unga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani Bo'z mahallasidan kelgan Dilbarxon Haydarova birinchi o'rinni egalladi. Bu yutuqda nafaqat mening qilgan harakatlarim, balki butun ota-onam, o'qituvchilarim, barchaning hissasi bor deb o'ylayman. Birinchi shartda o'rtacha 74 ballni qo'lga kiritdim va menga o'zimning eng sevimli asarlardan biri bo'lgan Buvamning ustidagi mamlakat tushdi va bu asarni men 2 marta o'qiganman va bu o'qiganlarim davomida men juda ham ko'p narsalarni sezdim va asosiy qahramonlarni albatta sanab o'tdim va sharhni yaxshi bajardim deb o'ylayman. Respublika bosqichida omad tilaymiz. Rahmat. Bilimga chanqoq hamda kitobga oshno bo'lgan o'rta yosh toifasi 15-19 guruhidagi ishtirokchilar ham bellashuvda o'zgacha g'ayrat hamda ishtiyoq bilan bahs olib borishdi. Yulduzlar Mangiyonada asari yozuvchi Tog'oymurod qalamiga mansub bo'lib, asar voqealari Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tadi. Asarda xalqimizning qadimiy an'analari, urf-odatlari yoritilib berilgan bo'lib, ulardan eng muhimi kurash, ya'ni polvonlar haqida. Birinchi raqamli ishtirok etishning mas'uliyati qanaqa ekan? Albatta, bu ozgina qiyin, chunki boshlab berish kerak. Tanlovni biroz qo'rqdim boshida, lekin hammasi ko'ngildagidek o'tdi. Men o'zi avvaldan kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta, endi bilimlarimni sinab ko'rish uchun bu tanlov menga kerak. Buni hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman, chunki sizni qiladigan ishingiz faqatgina o'tirib kitob o'qish. Chunki menimcha bu yerda qatnashayotgan har bir inson bu kitob o'qish va ularning hobbisi, balkim ba'zilarning allaqachon zaruriyatiga ham aylanib bo'lgandir. Chunki kitob o'qib o'rgangan odam hech qachon o'zsiz yashay olmaydi. Kitob o'qigan sari odam madaniy holda qoladi albatta. Menga eng yoqadigani bu barcha o'sha kitobxon yoshlarni bir joyga birlashtiradi va ichidan ya'ni kitobxonlarni terib oladi respublikamiz bo'ylab va juda ham ko'plarni o'sha kitob o'qishga yanada qiziqtirishi bilan yoqadi. Sizga qanday asar tushdi?
Menga Tog'aymurodning Yulduzlar mangu yonadi asari tushdi. Bu eng sevimli asarlarimdan biri. O'shaning uchun javob berish menga qiyin bo'lmadi bu asar haqida. Necha ballni qo'lga kiritdingiz? 75 ballni qo'lga kiritdim birinchi asar, birinchi shartda. Birinchi shartda menga Ahmad Muhammad Tursunning Sohilsiz dengiz romani tushdi va bu asarni 2 daqiqa davomida sharhladim. Asar tarixiy roman bo'lib, o'sha asarda keltirilgan tarixiy faktlar, ma'lumotlar, bizga kerakli bo'lgan jihatlarini va bugungi kundagi ahamiyati, asarning g'oyasini, yozuvchining maqsadini sharhlab aytib berishga harakat qildim. Necha ballni qo'lga kiritdingiz? Umumiy 62 ballni qo'lga kiritdim. Rosti yuqoriroq ball kutgan edim, ammo o'zim yaxshiroq sharhlay olmadim hayajon tufayli. Lekin keyingi shartlarda yanada dadil javob berishga harakat qilaman. Yakunda Uchtepa tumani Ko'kcha Oqtepa mahallasidan kelgan o'g'il Jeren Xaldurdiyeva birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Birinchi shartda sizga qanday asar tushdi? Sharhga menga Luqman Borxonning Imom Moturidi degan roman tushdi, tarixiy asar. Ro'yxatdagi har bir asarni 3 ta martacha o'qib chiqqanman iloji boricha. Yoqimli bo'ladi-da, asar mutolaasini necha marta o'qiganingizda uni boshqa tomonlarini kashf qilib boraverasiz. Aynan ushbu asarda ham yashirin ma'noli joylar juda ko'p. Har o'qiganda uni qaytadan kashf etib borganman. Ish o'qishdan tashqari ortib qolgan vaqtimda o'qirdim faqat. Boshidan e'tibor berib o'qimaganman kitoblarni, shu bir oy qolgan vaqtidan e'tibor berib o'qishni boshladim. Endi o'zimga tajriba oldim. Hakamlar hay'ati adolatli va shaffof baholadilar. Navbat 20-30 yoshlilar guruhiga yetib keldi. Odatda ushbu kitobxonlar jamoasi ham tanlovga yuqori darajada tayyorgarlik ko'radilar. Ularning ko'pchiligi oliy ta'lim muassasasi talabalari, magistrantlar va oila deb atalmish qo'rg'onda ota va onalik maqomiga yetganlar hisoblanadi. Shu sabab ular tezkor savol-javob va sharhlashlarda asar mohiyatini maromiga yetkazib ochib bera olishadi. Avvalo inson tafakkurga va ilm fanni o'sha rivojlantirishga xizmat qiladigan tanlov bo'lgani uchun menga yoqadi. Ya'ni tanlovda qatnashib inson kitob mutolaa qiladi. Garchi kimgadir omad kelib respublika bosqich katta mukofotga ega bo'lishi mumkin. Mag'lubiyatga uchragan taqdirda ham o'sha berilgan sara asarlar o'qib o'zini tafakkurini kengaytira olgani uchun aynan o'sha musobaqaga qatnashib kelaman. Birinchi shartda sizga qanday asar tushdi? Birinchi shartda Gabriel Garcia Marquezning Yolg'izlikning 100 yili romani tushdi. So'nggi hisob kitoblarga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani Alisher Navoiy mahallasidan kelgan Kamronbek Ismoilov final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Juda ham ajoyib tanlov, haqiqatan ham juda ko'p yoshlarni qamrab oladigan, bilimli yoshlarni qamrab oladigan eng katta musobaqa desa bo'ladi. Kitob o'qiganga hech qaysi mamlakatda bu darajada e'tibor qaratilmaydi. Shu sababli albatta kitob o'qib turib olish mumkin. Juda ham yaxshi, to'g'risi. Bu tanlovda qatnashayotgan juda ko'p yoshlar tanlov tarixidan O'zbekiston Respublikasida o'z o'rniga ega yoshlar hisoblanadi hozirgi paytda. Demak, tanlovda yutug'i shu. Birinchi shartda sizga qanday asar tushdi? Birinchi shartda Olim Toshboyevning Ulton tos asari tushdi menga. Ustoz ijodkorimiz tomonidan yozilgan asar. Juda qiyin, chunki ikkita davr qamrab olingan asar hisoblanadi. Gapirish 2 minut ichida gapirish juda qiyin bu asarda. Harakat qildim. Elektromobilni yutib olsangiz, uni kimga sovg'a qilasiz? Bobomga sovg'a qilaman. Aytish joiz, tanlov tashkil etilgan manzillarning deyarli ko'pchiligida yuqori o'rinlarni qo'lga kiritgan qahramonlarimizning barchasi ushbu tanlovning har yili faol qatnashuvchilaridir. Xursandman, garchi birinchi o'rin olmagan bo'lsam ham, lekin bu tanlov menga ko'p narsa berdi. Shunchaki bu asarni o'qib tafakkurimni, dunyoqarashimni oshirdim deb o'ylayman. Ozgina yanada kuchliroq harakat, keyin ozgina mehnat menga yetishmadi. Tanlovda g'olib bo'lganlar munosib taqdirlanishdi. 3-o'rin egalari planshet, 2-o'rin nasib etganlarga zamonaviy kompyuter taqdim etildi. Bellashuvda eng yuqori ballni qo'lga kiritgan 1-o'rin sohiblariga esa final, ya'ni respublika bosqichi yo'llanmasi berildi. Kimdir badiiy asarni qunt bilan o'qib, o'sha aniq bir dalillarni eslab qolishga harakat qiladi. Qaysidir o'quvchilar shunchaki o'qib badiiy asardan zavq tuyadi, mana shu zavq bilan yashaydi. Har ikki holatda ham, masalan, deylik, badiiy asarni o'qib zavqlanib yurgan o'quvchi ham o'sha har bir aniq detallarga e'tibor qilib o'qiyotgan o'quvchi ham biz uchun bir xil kitobxon. Lekin tanlov bor ekan, tanlovda aniq shartlari, talablari bor ekan. Bu yerda zukkolik, topqirlik,
albatta o'zini bir bo'yi-bastini ko'rsatadi. Tanlovda qatnashayotgan o'quvchini oldingi safga olib chiqib qo'yadi. Mana shu jihatlardan qaraganda baribir badiiy asarni o'qish diqqat talab qiladigan, diqqat bilan birgalikda zavqni tuyishdan mahrum bo'lmaydigan, zavqni yanada bir kuchaytiradigan shartlar. Kitob cheksiz bilimlar mohiyati, asriy sir-sinoatlar tilsimi sifatida e'tirof etilishi bejiz emas. Adabiyot inson his-tuyg'ularining tarbiyalovchi vositasi, ezgulik va yaxshilikka undovchi mayoqdir. Globallashib borayotgan davrda ezgu tafakkurni boyitishda uning ahamiyati beqiyos. Yurtimizda tashkil etilgan yosh mutolaa sevarlarni ilmning yuksak cho'qqilariga poydevor bo'layotgan yosh kitobxon loyihasi ana shu ezgu maqsadga xizmat qiladi. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan vodiy viloyatlari sari yo'l oldik. Galdagi manzilimiz Namangan viloyati.